Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga o'zbek adabiyotiga munosib hissa qo'shgan yozuvchi Hasan Qudratullayevning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beradi. Hasan Qudratullayev Samarqand shahrida 1941-yilda 18-martida tavallud topgan. Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetini 1965-yilda bitirgan. Filologiya fanlar doktori, professor, mumtoz adabiyotimiz va boburshunoslikka oid 100dan ortiq ilmiy asarlar, ommabop maqolalar muallifidir. Uning yirik asarlari Bobirning adabiy tanqidiy qarashlari 1983, Navoiyning adabiy estetik olami 1991-yilda chop etilgan. U Shtratning Hind sayohatining qissasi, Amir Olimxonning hukmronlik davri qissalarini tojik tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib nashr etilgan. Aziz kitobxonlar, yozuvchi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.